Qizingizga pulchilikka keldik. Marhamat, kiringlar. Rahmat. Qizingizni ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Hozir chaqiraman. Asiya qizim, choy olib keling. Hozir oyi, nimaga o'zi vazga topshirdim? Hozir choy qaynaguncha shuncha narsani yozishga ulgurardim. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Mana sizlarga choy. Voy, xush kelibsizlar. Marhamat, olinglar. Choyingiz juda ham mazali ekan. Rahmat. Qizingiz ham bizga juda ham yoqdilar. Endi yoshlar ko'rishsa bo'ladimi? Bo'ladi. Endi bu yog'i to'y ekanda. Baki. Sovchilaring keldimi? Ha, keldi. Ma aytgan choydan berasan. Voy, adasi. Ma aytgan choydan bergin. Nimaga? Gapirtiradi. Voy. Ber. Shu choyni ham beradimi sovchilik? Ma aytgan choyni berasan dedim, berasan. Bor. Xo'p. Yaxshi. Bor. Endi quda nima deysiz? To'y kunini ham belgilab olsak. Hop. Sekin to'y harakatini boshlasak. Ay, Endi bu yog'iga men gapirsam bo'ladimi? albatta. Xudo poshsha. Qizingizga uy yuvishlarini o'rgatib turavering, xo'pmi? O'zingiz uyda xizmatkorlar bor-ku, deysiz-ku. Endi o'zingiz yaxshi bilasiz. Biz o'zbekchilikda kelinlar boshida qaynonasiga qotirib xizmat qilib qo'yish kerak. Biz ham yosh kelinligimizda rosa xizmat qilganmiz. To'yda ertasi kuni xizmatkorlarga javob bermoqchiman. Nima keragi bor? Bu yoqda endi kelinim bo'ladi-yu. O'qishi-chi? Endi o'qishini eplasa o'qiydi. Eplolmasa endi o'zinglar amalda o'qitadi. Rostda. Qani, kuyov bola o'tiring. Qani, choylardan ichib, shirin gaplardan gaplashaylikchi. Endi xudo xolisi to'yga ham ozgina qoldi-ya. Ha. Ishlaringiz yaxshimi? Endi ishlarim yaxshi bo'lib ketadi. Umid aka, o'zingiz bilasiz hozir. Topish oson emas. Shunga uyimni zavodga qo'yib kredit olganman. Nima? Biznes boshlashga. Jar ishlarim yurishni to'lolmay qolsam, stol orasida kreditim. Yaxshi ham kredit olgan mashinam bor ekan. Qiziq shunga endi. Hali mashinangizdan kreditmi? Ham ikkitalar telefon, qizingizga bergan iPhone ham hammasi kredit-u. Tart qo'lingni. Nima deb besh? Ko'ramingni. Mani nasihatchiga beradigan qizim yo'q. Tur. Nega nasihatchi bo'laman, dadajon? Dada degan tiling kesilsin sani. Tur o'rningdan. Halol, uyim joyim deydigan yigit bo'lsam. Nasihatchiga beradigan qizim yo'q. Allohu akbar. Tur. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizlarda qiz bor ekan. Shu qizinglarga sovchilikka bormoqchi edim. Faqat sovchilikka borishdan oldin yaxshilab bir ikkita so'raydigan narsalarim bor. Agar aybga buyurmasangiz shularni so'rab olsam. Mayli, bemalol. Bilasizmi? Endi bizni o'g'limiz juda ham nozik tabli. O'shanga qizingizni bir ikkita narsalarni bilib olsam. Qizingiz qanaqalar? Bo'ylari balandmi? Sochlari qanaqa? Ko'zlari rangichi? Tishlari oqmi yoki sarg'imtirroqmi? O'zlariniki chiqib tishlarida tilla tishlari yo'qmi? Ko'zlari rangichi? Ko'zlari rangi yaxshimi? Kipriklari o'zinikimi? Qo'yilmaganmi? Qora ko'zli, qora qoshlimi ish qilib? Sochlarini rangichi? Sochlarini rangi qora bo'lsa ham juda chiroyli bo'lardi. Meni o'g'lim oppoqqina qaymoqdek sutga chayiligandek sochlari
qoshlari kipriklari qora uzun bo'lgan qizlarni juda yaxshi ko'radi. Bo'ylari baland bo'lsa, iloji bo'lsa 180 bo'lsalar, chunki meni o'g'lim bo'ylari 190. Ha, bo'ylari baland bo'lsin, kelishgan bo'lsin. Keyin o'qimishlimi, qayerda o'qiganlar, qaysi universitetda o'qiganlar, eng oldi universitetlardanmi, pul topadiganmi, fakultetlari ham endi pul topadigan fakultetlarda o'qigan bo'lishi kerak-da. Endi ertaga o'qishni tugatgandan keyin daromad. Yo'q, men o'zi tushunmadim. Buni o'zi film olyaptimi? Yoki bo'lmasa men bilan molli savdolashyaptimi? Universitetlardan bo'lish kerak emas. To'y qilishga tayyormisizlar? Sovchilikka borsak bo'ladimi? Shuni bilmoqchi edim. Men sizni tushundim opajon. Kelib chiqishimiz asrlardan. Bunaqa milliy brendni topish mushkul. Ishlab chiqarilgan yili 2005. Yap-yangi masla. Qirilmagan, chizilmagan. Ustaxona nimaligini bilmaydi. Ko'rinishi ideal. Rangi sutdek oppoq. Probegi universitetdan uygacha 95 benzinda yuradi. Uzatmalar qutisi avtomat, kuzov turi crossover, dvigatel quvvati 24 soat ishlaydi. Uni avaylab, asrab, malikalardek muomala qiladigan. Krediti yo'q, oliy ma'lumotli, IQ darajasi yuqori, saviyasi elita, shaxsiy fikri bor, oq saroyli, taxti ravonli, oqil va dono, xizmatkorlari bor shahzodaga boshlang'ich to'lovsiz, foizsiz, naqd omonatga beramiz. Quda bo'lasizmi? Bir soatda Nigorani bozor qilishga o'rgataylik, a? Oyijon, Och spiskani. mana oyijon. Nima ekan? Kartoshka olamiz. Hop. 5 kilo. Nech pul? 7000. Qimmat oyijon, 5000 dan berasiz. 5000 dan 5 kilo torting. Ol. Ay, o nozik qo'lchalari. Tojimini oyijon. O'rganadi, qo'ying. Oyijon, charchab ketdim. Voy oyijon, chanqab ketdim. Suv olib kelsin. Sotdi. Hala bir oyijon. Bor, o'tbetdan suv olib kel. Ol. Ko'taring, sen ol. Oyijon. Oyijon. Ha. Mana. O'sha oyijon. Suv choy olib keldim o'sha. Bu sizga. Bizani uyda erkaklar bozorlik qiladi. Bizani uyda manifuzim bo'yicha bozor qilinadi. Oyijon, oyijon, mana buni ichib ko'ring. Mazasi rosa zo'r ekan. Alo adasi, kech olib kelgan o'zbek choylari tugab qopti. Bugun ishdan qaytishingiz degan olib kelasizmi? Xo'p, Zarina, olib kelaman. Rahmat.
Mana Zarina, sen so'ragan o'zbekcha choylardan olib keldim. Rahmat dadasi. Shoshma, to'xtagin, bir daqiqa meni eshitgin. To'g'risini aytsam, men seni xafa qilmoqchi emas edim. Shunchaki to'ydan keyin ko'proq vaqting oila davrasida o'tsin degandim. Yo'q, bizning dunyoqarashimiz bir xil deb o'ylaganman, lekin afsus bunaqa emas ekan. Yo, sen meni yana noto'g'ri tushunyapsan. Men seni yo'qotishni xohlamayman. Keyin yaxshisi bir o'ylashib, maslahatlashib olamiz. Mayli. Judayam shirin chiqibdi. Qo'ling dard bo'lmasin. Kechga nima ovqat qiling? Ovqat qilishing shart emas. O'zi kecha uy ishlari bilan bo'lib o'zing ishingni qila oladi. Kechga restorandan ovqat olib kelaman, xo'p? Mayli, yaxshi o'tir. Charchab qolmadingmi? Yaxshimisiz? Ertaga yig'ilish bor, tayyormisiz? Boshladim. Kechki paytgacha tayyorman. Bo'pti, kech payti yana telefon qilaman. Xo'p. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kutib qolmadingizmi? Yo'q, hech chiqishi yo'q. Qo'lim biroz sesib ketdi. Da, shunaqaligini bilib senga ham bitta choy olgandim. Voy, rahmat. Afsuski. So'zida bordir sehr, sevganimni o'lmaydi. Shu kunlarda ishlarim, o'qishlarim rosa ko'payib ketdi. Uni ustiga to'yga tayyorgarlik, qaysi biriga ulgurishni bilmayapman. Ha, men ham shu haqida gaplashib olaylik deb turdim. Endi to'ydan keyin bunaqa yurish-turishingni yig'ishtirishingga to'g'ri keladi. Tushunmadim. Endi yo ishingni yoki o'qishingni tanlashing kerak. Chunki oila xizmatlari qo'shiladi. Qanday qilib bu qarorga keldingiz? Siz bilardingiz-ku, ishlashimmi, o'qishimmi? Endi vaziyat shunaqa. Ayol kishini birinchi navbatda fikri xayoli uyida bo'lishi kerak. Mayli, nima demoqchi bo'lganingizni tushundim. Sog' bo'ling. To'xtab tur. Yaxshi opa, o'zingiz yaxshi keldingizmi? Ana olingiz so'qimga qaraylik. Ha. Zahra opa. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'zinglar yaxshimisizlar? To'ylaringiz qalay bo'ldi? To'ymi? To'y zo'r bo'ldi. Uni buni qo'yinglar. Men bloger kelin oldim. Endi men ham mashhur bo'laman. Doim menga aytadilar, uyda o'tirasan, boqaman desam, eringni topganni ichib o'tirasandirmi deylar. Endi mashhur bo'lib, hammaga ko'rsatib qo'yaman. Umrim senga havas qilib o'tdi. Yo'q, hamma narsang bor, biznes qilasan, do'konlaring, mashinang, bolalaringni ham zo'r joyga o'qitasan. To'g'ri, lekin aslida Zahra opa sizga havas qilardim, bilasizmi? Uyda maza qilib dam olib, bir qosh ovqat qilib, eringizdan kasbga pul tushishini kutib o'tirardingiz. Mazasiga qo'shib qo'yasiz. Lekin aslida unaqa emas qizlar. Men juda ham charchab ketdim, bilasizlarmi? Kecha kunduz ishlayman. Umuman tinmayman. To'g'ri, uyim bor, mashinam bor, bolalarimni yaxshi joylarda o'qitaman. Lekin kecha kunduz uxlamayman. Charchab ketdim. Lekin aslida mana bunga massa. Sponsori bor. Hamma narsani muhayyo qilib beradi. Qo'lida jaraq-jaraq pul o'ynaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Menga mazza.
mashina, uy joylarim, hamma narsam bor. Har oy, Rahmatjon, har oy sayohatga boraman. To'g'risini aytsam, qizlar, ikki o't orasidaman. To'g'ri, hamma narsam bor. Har oy sayohatga boraman. Lekin ular har safar u tomonga ketganda yurak bag'rim eziladi. Mana shu brilliantlarga, tillalarga uvinib yuribman. Shunaqa gap. O'zi oramizda kim baxtli ekan-a? Aslida ayol qalbida yig'lar, labida kuladi. Hasaddan so'lib, havasdan yulduz kabi yonadi. To'g'risi men hamma narsadan to'yib ketdim. Na meni o'ylaysiz, na ana shu qizingizni o'ylaysiz. Umuman meni o'ylamaysiz. Do'stim, nima kayfiyating? Ey o'g'aylam, oilamni o'tinch. Xotinim bilan har kuni janjal. Uni olib bering, buni olib bering. Menga e'tibor qilmayapsiz, oilangizga e'tibor qilmayapsiz, qizingizga qaramayapsiz deydi. Nima qilay, ishlarim yurishmayapti. Do'stim, shukur qil, bolalar. Hamma muammoni yechimi bor aslida. Hayotga yaxshi ko'z, ezgu niyat bilan qara. Va do'stim, hali charchashga erta. Mayli, jigar, gaplashamiz. Shahrizoda, ochgin eshikka. Yo'q. Endi bundan buyog'iga hammasi yaxshi bo'ladi. Qaragin, senga nima olib keldim. Och opa. Voy. Rahmat dadasi. Bunisi ham senga. Rahmat. Dadajon. Voy, ona qizi, o'zimmi? Qalaysan? Yaxshi. Bu bo'lsa senga. Rahmat. Dadajon, nima bu? Bumi? Bu oilamizni yaxshi kayfiyati uchun. Bo'ldi, kayfiyatingni ko'targin, baraka topgur. Hammasi joyida. Ana mashinamiz ham keldi. Voy, nima o'tib ketadi? Voy. Mayli, 2 qadam yo'l. Men lokatsiyani mashqga urganmanmi? Mashqga kelsin. Bormaymanman. Ke. Zahro, yurgi 2 qadam hech narsa qilmaydi. Voy, o'ley, mana o mashinani kirligini simbolik uchinitsa ekan. Voy, ushlaydigan joyi ham kira, hattoki tavba qildim. Nima balo, narigi mahallaga borib to'xtaysiz? Men lokatsiyani qayerga urganman, ko'rmisizmi? Telefoningizda ko'rsatmaydimi? Nima balo? Ya xudoyim. Sassiqmi opa mashinasi? Nima balo? Sigaret chakib tashaganmisiz, a? Menga qarang, men komfort chaqirdimmi yo star chaqirdimmi yo ekonom chaqirdimmi? Nima balo? Voy, bu torting mana sizinkangizni oldiga. Voy, tavba qildim. Kir yaqir mashinasiga bizni chaqirib olgan. O'zi o'qiganmisiz? Menga qarang, ha? O'qiganmisiz siz? Bunda dokumentlaringizni bizga ko'rsating. Opa, komfortda suv bo'lish kerakmidi? Zahro, bo'ldi, umringizning shu shopir. Voy, rostdan-de, opa, qani suvi? Biz suv ichib ketishimiz kerak komfortda. Qani suv? Suv bor? Mana. Nima bu? Nima bu? Yo, nima bu? Nima bu? Mana ustimda kulyapsizmi? Yo, nima bu? Nima bu? Opa, mana yozib qo'ygani o'qishdi, bilasizmi? Nima bu? Ichib ko'ring, kayfiyatingiz ham ko'tariladi. Zaharingga ichkin. Zahro, yorib ketasan hozir. Opa.
Chorsiga haydang. Xudoga shukr. Bo'ldim, opalar ketdingmi? Nima bu? Ana, Osh qildingizmi? Ha bu osh kechga botadi-yu. kech bo'lganda osh botmasligi uchun sizga dovchadan sharbat keltirdim. Oling. Oynanib ketay. Didingiz chakki emas, dovcha. Rahmat. Qani, boshladik. Bismillah. Oshingiz o'zingizga o'xshab mazali chiqibdi. Osh bo'lsin. Oling. Qo'lingiz qani? Mana qo'lim. Negadir shu atrofda qo'lingiz ko'rgandek bo'ldimda. Zo'r chiqdi. Oling, oling. Bu kimning qo'li? Ha? O, kimsan? O, men qara, kimsan? Ha? Kimsan? Kim u? O, bu yoqqa. Bo'ldi, kim? Sen bu yoqqa qarayapsan. Kimsan? Nima qilaman? O'zing kimsan? Voy. O'tiranchi. Men sana so'rayman, kimsan? O'zingdan so'rayapman. Voy, asalim, menga qara. Sen jinmisan, shaytonmisan, yo jinnimisan? Nima? Ko'rmayapsizmi? Ey. O, asam deyman, kimsan? Yodimga qilyapsan. O, mullaka, o'zingizcha birovni o'rtog'ida nima qilib qilyapsiz? Voy, kuzatib yurgan ekan. O'tir. Asalim, turgida qo'ygin. Yo'q, chiq. Jo'na bu yoqdan. Bor, jo'na. Qayoqqa ketaman? Qornim och. Hozir. Sen shunday. Mana shu nonni olgin. Yeb Bo'ldi. olasan, qorningni doyur. Jo'na. Mullaka, ozgina puldan to'za yo'lkira qolay. Bitta Sen hali. Ma, bo'ldi, yetadi, yo'qol. Bor jo'na. Mullaka, ozgina qo'shing. Ha, buyingiz shu. Ma, bo'ldi. Bo'ldi. Bor, jo'na. Brat, ana u dovcha sharbatingiz ham bormi? Sen va shu nafsing chukunlagan ekan-a? Ola qol, bor. Yaxshi qolinglar, yoshlar. Ha, onangni sani. Romantikani ham tiqdi. Qani, oling. Assalomu alaykum, boy aka. Yo, alaykum assalom. Qani, ke. Nimaga kelding? Gapir. Shunday, o'zim sizni ko'rgani keldim, sog'inib qoldim. Sog'inib qolibdi. Ha, biron bir ishing bordir-da. Nimaga kelding? Gapir. Sizga o'xshagan bir boyata chiqibdi, eshitdingizmi? Oh, boy chiqqan bo'lsa, nima bo'pti? Ha, indan keyin nima bo'pti? U qanday qilib olib ketganini bilasizmi? Indan keyinchi qanaqa boy bo'lib ketibdi? Hey, boyata erta tongda dalaga chiqib dovcha terishibdi. Yig'ib sharbat tayyorlashibdi. Sharbat qilgan bo'lsa, indan keyin nima bo'pti? Qishlog'imizdagilarga sotishni boshlashibdi. Indan keyinchi, menga ham o'sha sharbatdan olib keldingmi? Конечно, boyata. O babachag'ar, mazasi cho'tki-ku. O, shum xabar, menga bunaqa xabarlar olib kelmagan. Tushundingmi? Tur yo'qol ko'zimga ko'rinma. Mazasi cho'tki ekan. Hey bola, Labbay beyona. boyga do'cha sharbatingdan bormi? Bu gan qo'shing. Yaramas. Yurtimizda boylar ko'paysin.
voy Zarina, nima qilyapsan? Xonadonlik payting mumkin emas senga bunaqa ishlar. Qilmagin deganman. Hovli to'zib yotgan ekan, o'zim ushlab turolmadim. Qo'y buni. Kecha shoftoli yeging keluvdi. Men senga shoftoli mazali o'zbegim choylaridan olib keldim. Yur birga mazza qilib ichamiz. Ehtiyot bo'l. Thank you.